aka ipakchilikdan uy qarab yuruvdingiz. Men sizga mana shunaqasidan topib qo'ydim. Uyga qarang, ko'z ko'rganda quvonadigan, ayniqsa men mahallani qarang. Mana shu mahalladan o'tayotgan любой bitta odam mana shu uyga termilmasdan qolmaydi. Ayniqsa fasadniy podsetniklarni qarang, shomga yaqin shunaqangi chiroyli yoritib beryapti. Hech kim buni tashqaridan ko'rib to'g'ri o'tib demaydi. Haqiqiy travertin toshlar ishlatilgan, tashqaridagi paliflarni aytasizlar, olib xolagancha gullarni, daraxtlarni ekib qo'ysangiz bo'ladi. Ana endi bu go'zal uyimizdan sizga ichini ko'rsataman. Yo'qsa shu joyda bitta yurakchani qizartirib qo'yasiz. Darvozaxonaga kirar ekanmiz, mana shu oyoq teglarigacha полностью teplый pol bo'lgan aka. Bu degani qishda qor turmaydi. Qarang, issiqqina bo'lib turadi. Yozgi oshxonagacha полностью teplый pol qo'ygan. Uyimizdan fasadiga o'zi bitta xolis yurakchani bosib qo'ying, qarang. Ko'z ko'rganda quvonadigan yashash maydoni 650 kvadrat metr tashkil qiladi. 4 etaj podvalda spa zonalarigacha turibdi. O'zingizlar ko'ryapsizlar. Bu uy endi bitta like bosmasanglar bilmadim. Ana endi tayyormisizlar? Birgalashib bu uyga sayohat qilamiz. Yaxshilab joylashib, yoningizga choy, kofe damlab olinglar. Qani birgalashib ketdik. Kirganingizdan keyin chiqqinglar kelmaydi. Bamisoli oppoq qordek ho'l qismini o'zini qaranglar, yaltirashini bu hali hol bo'ladi. Sizlar bu uy mehmonxonasini ko'ryapsizlar. Qani kelinglar, sizlarga bu uy mehmonxonasini ko'rsataman. Mana qaranglar, mehmonxona bo'lsa shunaqa bo'lsin de. Kattaligini maqtaymi, chiroyli rangga tanlanganini maqtaymi? Endi nimasini maqtay? O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Shundoqqina bitta yurakchani bosib qo'yinglar. Kelgan mehmoninglar mazza qilib o'tirib ketadigan u kattagina panorama o'yini bu yerdan to'g'ridan to'g'ri hovliga tomosha qilib o'tirsanglar bo'ladi. Lekin gap so'z yo'q. Akamizni har qatdan addushi remont qilibdilar. Ana endi sizlarni ko'proq ayollarimiz vaqtini o'tkazing, oshxonaga olib o'taman. Ayollarimiz oshxonamiz yoqsa shunday yurakchani qizartirib qo'yasizlar. Marhamat, oshxonaga qaranglar. Gap yo'q. Kattagina juda ham unikalniy oshxona chiqqan. Xo'p, bu yerda oshxonamizda postomolkadan tortib mikrovolnovka, xullas ayollarimizni foydalanish uchun barcha qulayliklar mujassam qilib qo'yilgan. Eng asosiysi apparatura, bo'sh apparatura yig'iling, ya'ni nemeski bu yerdan kattagina panorama oyna qilingan. Bu yerdan to'g'ridan to'g'ri yozgi oshxonaga chiqib ketsanglar bo'ladi. To'liq video obzorni ko'rmoqchi bo'lsanglar, Telegram profilimizda to'liq video obzorni yuklab qo'yamiz. Shayxon Tohir rayoni ipakchilikdan mana shunaqa uy qarab yurgan do'stlar bo'lsa, bitta yurakchani qizartirib qo'yib, tezda o'ziga jonatib qo'yinglar. Eng kamida hammamizga mana shunaqa uylarda ota-onamizni mazza qilib yashashlik nasibi ro'za aylasin.